Assalomu alaykum qizlar. Bugungi menyumizda oddiygina grechkadan kotlet pishirishni o'rganamiz. Xullas, grechkalarni yuvib, tozalab, ustiga tuz va suv qo'yib qaynatib olamiz. Ungacha qayla tayyorlaymiz. Qaylamizga ozroq yog', piyoz, sabzi, ustidan ozroq tuz tabga ko'ra solib, yengil qovurib olamiz. Uncha ko'p qovurish shart emas. Buni pishib chiqqan tayyor bo'lgan grechkani ustiga solib aralashtirib olamiz. Aralashib bo'lgandan keyin tabga ko'ra o'zingiz xohlagan ko'katlardan solib uni ham aralashtirib olamiz va blenderingiz bo'lsa blender qilib ezib olasiz. Agar blenderlar yo'q bo'lsa, mana shunaqa qilib misarovkadan chiqarib olsangiz ham xuddi blenderdaqa bo'lib ezilib chiroyli bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan massani ustiga 3 dona tuxumni chaqib, mana shunaqa yaxshilab aralashtiramiz va chiroyli kotletlar yasab olamiz. Kotletlarimizni tavada ozroq yog'ni ustiga mana shunaqa o'rta qalinlikda qilib tuzib olamiz. Yog' o'zingizga, xohishingizga bog'liq. Xohlasangiz rastitsilni, xohlasangiz skivichnikda qovurib olishingiz mumkin. Qovurish vaqtida krishkani yopib pishirishingizni tavsiya qilaman. Unda ichlari ham pishib, mana shunaqa ham shishib, chiroyli bo'lib chiqadi. Mana qizlar, bir ko'rishda go'sht kotletiga o'xshab chiqadigan kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Buni ustiga mayonez, smetana xohlagan narsangiz bilan qo'shib yeyishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Yoqqan bo'lsa retsept uchun bitta like va kommentariy yozishni va obuna bo'lishni unutmang.